Bismillah, video olish ham yomon qiyin bo'lib ketdi. Akalar, Mercedes AMG Coupe, xudo xolasa shu mashinamizni konteynerga solib, jo'natish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib beraman. Endi ko'rinish yo'q-ku. Buni olma Kenniyamga sovg'a qilsangiz borib, yomon xursand bo'ladi. O'zimga ham yoqib qoldi. AMG GLS 43. Bitta qiziq qilib ko'rdim ma'lumotlarini. Xo'p, 0 dan 100 gacha 4.5 sekundda chiqar ekan. 100 kilometrga rasxotiga ham qiziqdi. Endi rasxotiga qiziqmasangiz bo'lmaydi. 8,5 dan 10 litrgacha rasxoti bor ekan. Orqa taraflari akalar kichkina ekan, lekin odamga sal noqulaylik bildirar ekan. Xudo xolasa yurishlariga gap yo'q, omma boru ishlatilgan materiallarga e'tibor beringlar. Qizil remenda sport rejimlari hammasi bor. Ichki ko'rinishlardan bitta ko'rib qo'yishinglar bo'ladi. Endi akalar buni hozir olib borib, nomerni bir qator yechamiz, konteynerga solish jarayonlarigacha ko'rsataman. 2018-yil. Endi akalar metlari karbon, ko'rayotgan bo'lsanglar karbon. Abagreflari bor ekan, u to'g'rida bunaqa speedometrni ko'rsatib turadiganlari bor ekan, sensorlari, 360 kameralari, xullas hamma yo'q. Men bilmaydigan narsalar juda ko'p ekan. Bu yerda panoramasi emas, luki bor ekan. Xullas akalar maza qilib minadigan ekan. Sizlarga hozir ko'rsataman minib o'zim. Qani ketdik. Rollari sport roll ekan, вообще yoqdi bor. Bitta bossangiz uchar ekan, motorlari 3 lekin turbolik uchun zo'r ketar ekan, mashalloh ekan. Choklari ham bor ekan. Neobishni qizilda tikilganligi uchun chiroyli turar ekan. Yap yo'laydi. Mashalloh. Pagruskaga yetib keldik, birodarlar. Chiroyli qilib nomerlarini yechib, ikkalasi birga chiqib ketadi. Mana shu yerga ketib qoldik. Yana yuklab, xudo xolasa oldiniki olindi, orqanikini olib qo'ysak, xudo xolasa tayyor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Eng muhimi akalar, ikkita Germaniyaning mashinalari. Germaniyaga hayron qoldim. Sizga qaysi biri yoqadi? Qizili, bu ham AMG varianti ekan, chiroyli ekan. Mashalloh, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kariyatda bozorga yozaverasizlar. Akalar, ichini qarang. Mashalloh. Juda go'zal. Menga shunisi yoqdi. Nargisga ko'ra qarishning salonda. Bu ham chiqib ketyapti akalar mana. Pagruskada. Xudo xolasa bu bilan ikkalasini chiroyli qilib olib keldik hozir. Qizilni, oqni chiqarib yuborishadi. Chiroyli qilib Pagruskada chiqib ketadi.